Assalomu alaykum hurmatli avtopritsep ixlosmandlari. Bugun 25-iyun 2025-yil navbatdagi zakaz pritsepimiz tayin bo'ldi. Pritsepimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, pritsepimiz 1,5 ga 3 metr bo'ldi. Bortlari odatdagidek 3 mmlik qalinlikdan islendi. Grillerde 3 mmlik qalinlikdan islendi. Resorlari traktor pritsepning resorlari. Bu pritsepimiz profil variant bo'lib hisoblanadi. Astilarini ko'rsatib o'tamiz. 2 mosta 2 ram bo'ladi. 2 ramida qalin toza 2,5 mmlik 6x4 profildan islendi. Qartarlari barlig'i profildan. Zamogi qalin 1 tonna 600 lik zamog qo'yib berdik. Agrajniyasi 80 cm bo'ldi. Bu pritsepimiz materialning iyesi o'zi olib keldi. 2 million so'm qo'laqqa silab berdik. Kimga qanday pritsep kerak bo'ladigan bo'lsa 88 dan 059 2101 telefondan zvononga o'tib paylansangiz bo'ladi. Pritsep ishlab chiqaruv manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayoni Oltingul ovul fuqarolar jiyini Xo'jaovulda joylashgan. Elektromontajlarini besplatno ishlab berdik bonusga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.